Mana bu yerda ancha baquvvat pista bor edi. Bunga 3 xil pista payvand qilingan. Mana o'rtadagi gullab turgani bu erkak pista. Erkak pista mana gullagan o'zi. Yana ozroq qolgan. Gullayapti bu. Bundan kurtak sifatida kesib olingan. Undan novdasi qoldirilgan. O'zi qoidasi hosil kurtakdan keyin bitta ikkita vegetativ kurtak qoldirilishi kerak. Mana ikkita hosil kurtakdan keyin bitta qoldirilgan. Bunisi tog' malikasi yonidagi, o'ng tomondagi, chap tomondagisi mustaqillik. Mustaqillikni birinchi hosili ekan. Hosili bo'ladi, yomon emas. Yirik pista bu, unday ko'p solmaydi. Tog' malikasi ser hosil bo'ladi, lekin u maydaroq. Hammasini o'ziga yarasha yaxshi tomonlari bor. Mana yana qaroqdan ko'rsataman. Bu erkak pistaning guli bu.